Amerikaning Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni Xitoyni qanchalik darajada bearam qilyotidi? 2 sentabr atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq xalq qurultiyi doimiy komitetining organ to'rida bir qaror e'lon qilindi. Mazkur qarorning to'liq atalishi Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq xalq qurultiyi doimiy komitetining Amerikaning Şinjanga munosabatlik bir yurish qonunlariga qat'iy qarshi turish va jazoga uchirgan korxona hamda munosabatli kasblarning taraqqiyotini qo'llash to'g'risidagi qaroridir. Bu qarorning birdilla o'tirg'i chiqishi bo'libmi Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq xalq qurultiyidek nomda va amalda yo'q bo'lgan bir organ tarafidan chiqarilishi to'liq kulkilik bir ahvoldir. Bu yerda biz Uyg'ur Avtonom rayonluq xalq qurultiyidek bu qo'rchoq organning mohiyati haqidagi qarashlarimizni bir chetga qayirib turib, mazkur qarorda nimalar deyilganligiga qarab boqaylik. Atalmış qarorning mazmunidan qaraganda, Amerika 2022 yil 21 iyun kuni Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni qatorliq Uyg'urlarning haq-huquqlarini qo'g'dashga munosabatlik bir yurish qonunlarni yo'lga qo'ygandan keyin bu qonunlar Xitoyning iqtisodiga og'ir ziyon olib kelgan edi. Ya'ni Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bu qonunlar sababli Amerika bozorlariga kira olmadi. Kirganlari Amerika tamojnasida tutib qilindi yoki musodara qilindi. Uyg'ur Avtonom rayonluq xalq qurultiyining mazkur qarori dal bu sababli chiqarilgan edi. Qarorda mundaq deyilgan: bu qonunlar korxonalarning iqtisodiga, tijorat huquqiga, taraqqiyot manfaatiga hamda Şinjan xalqining yashash huquqiga og'ir ziyon keltirib, qalbini yora qildi. Bu vajidan Şinjan xalqi Xitoy korxonalarining jazolanishiga sabab bo'lgan Uyg'urlarga aloqador qonunlarning abdi bashirsini ichib tashlab, Amerikaning Şinjan orqali Xitoyning taraqqiyotini to'sishdek razil qilmishini pash qilish, shundaqla Şinjandagi jazoga uchirgan korxonalarning tijorat huquqini, har millat xalqining xizmat qilish huquqini qo'g'dash uchun bu qarorni e'lon qildi. Amerikaning Uyg'ur majburiy emgikini cheklash haqidagi qonunlarining Xitoyga obdonli zarba berganligi oshkora. Aksicha bo'lganda, Xitoyning Uyg'ur Avtonom rayonluq xalq qurultiyi nomidan bundaq bir qaror elishiga hech bir zaruriyat qolmaydi. Undaqda bu qarorda zodi nimalar deyilgan? Mazkur qarorda Amerikaning Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qatorliq Uyg'urlarga munosabatlik bir yurish qonunlari, Xitoyning paxta to'qimchilik mahsulotlari, kiyim-kechak, kun taxta, pomidor pishiqlab ishlash qatorliq ilg'or korxonalarga og'ir ziyon solganmish. Xitoyning deyishicha, bu sohalar yezlardagi emgak kuchlarining ishga o'rinlashib, iqtisodiy turmushini yaxshilash jihatda nihoyatda muhim rol o'ynab kelganmish. Ularning haq-huquqlari nihoyat yaxshi qo'g'dilib, hech qanday dafsanchilikka uchirmabdimish. Halbuki Amerika Xitoyning taraqqiy qilib ketishiga chidamay, qasdan Uyg'urlarni dastak qilib, Xitoyga buzg'unchilik qilib etibdimish. Şinjan masalasi Xitoyning ichki ishimish. Amerika xalqaro qonunlarni dafsanda qilib, Xitoyning ichki ishiga qo'pollik bilan aralashib etibdimish. Shunga hukumat organlari, korxonalar va avtonom rayondagi barcha xalq kollektiv harakatga o'tib, Amerikaning bu yo'lsiz qilmishiga taqobil turishi kerakmish. Darvaqa, Xitoy hukumati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Amerikaning o'yini degan ssenariyisini davomli o'ynab, jinoiy mas'uliyatdan qutulishning kuyuga tushganligi aniq. Lekin kunni etak bilan to'sqili bo'lmagandek, po'latdek isbotlar oldida Xitoyning Uyg'urlar ustida yurgizgan jinoyatlarning javobgarligidan qutulishimi uncha oson emas. Uyg'urlarning jazo lagerlariga qamalib, irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi oshkorlangan 2017 yildan buyon Uyg'urlarning qul ishchi qilinayotganligiga doir isbotlarmi orqa-orqadan oshkorlanishga boshladi. Xalqarodagi nurg'un nopozliq tadqiqotchilar va tadqiqot organlari Uyg'urlarning qul ishchi qilinayotganligi va Uyg'urlarni qul ishchi qilib ishlatayotgan korxonalar haqida nurg'un tadqiqot dokladlarini e'lon qildi. Amerikaning Nyu-York shtatiga joylashgan yer shari ta'minlash zanjirini kuzatish shirkati bo'lgan Altana texnologiya shirkati e'lon qilgan bir doklad bularning bir muhim misolidir. Amerikaning Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni e'lon qilinib, 2 oydan keyin Altana texnologiya shirkati Uyg'ur majburiy emgikining ekologiyalik muhit sistemasini yoritish nomli bir dokladni e'lon qilib, xalqaroning Uyg'ur majburiy emgiki masalasiga bo'lgan diqqatini yangi bir pallaga ko'tardi. Dokladda Xitoydagi 938.991 korxonaning Uyg'ur majburiy emgiki bilan bog'lanishli ekanligi,
Bu karxanalarning butkul yer shari ta'minlash zanjiri bilan chambarchas bog'langanligi. Bu karxanalar yer sharidagi 600 dan ko'p kasblar bo'yicha millionlagan tarmoq savdo aloqa munosabatini shakllantirganligi. Uyg'ur majburiy emgakka munosabatli karxanalar bilan yer shari ta'minlash zanjiri orasidagi 785,415 karxananing birinchi darajalik savdo munosabatida ekanligi. Bu savdo munosabatiga doir son sifirlarning ikkinchi qatlami 6,871,643 savdo aloqasiga tutishganligi faktlar bilan ko'rsatilgan. Mazkur dokladdan sirt Washingtondagi Xalqaro kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zenzning Uyg'ur majburiy emgiga doir bir qancha dokladimi Uyg'urlarning qo'l ishchi qilinayotganligiga doir kuchli faktlarni oshkorlagan edi. Bu yerda texmi muhim bo'lgani Amerikaning jazosiga uchragan Xitoyning paxta to'qimachilik, kuntaxta, pomidor qatorliq sohalari g'oyat zo'r emgak kuchi ehtiyojli sohalar bo'lib, Uyg'urlarmi dal bu sohalarda eng ko'p qo'l ishchi qilingan deyishga bo'ladi. Xitoyning bu yerda o'zini bosolmay qilishimi bundaq mahsulotlarning Amerikaning bozorlaridan qo'g'landi qilinib, Xitoyning iqtisodiga og'ir ziyon keltirganligidandir. Agar Altana şirketi dalillagan 1 millionga yaqin Xitoy korxonalarida qanchalik Uyg'urning qo'l ishchi qilinayotganligini tasavvur qilib boqadigan bo'lsak, Uyg'urlar uchirgan ziyonkashliklarning qaysi darajaga berib yetganligini taxmin qila olishimiz tez emas. Yersizlashtirish, ma'rifsizlashtirish, haqsizlashtirish va buningga qo'shilgan obraziy xalqaro terrorlikqa bog'lab xunuklaştirilish, oqibatda qul bo'lishdan boshqa yashash yo'l qoldirmaslik bularning hammasi xalqaro qonunlarga xilof bo'lgan og'ir jinoyatlardir. Halbuki bu jinoyatlarni Amerika emas, balki Xitoy Uyg'urlarga yurgizyotdi. Acaba Xitoyning degandek bu jinoyatlarning davomlashishiga yo'l qo'yilishi, yeshil chiroq yoqib berilishi kerakmidi? Texmi qiziqarligi shuki, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini ichki ishimiz deyishidir. Agar kishilik huquq tafsanchiligi bir davlatning ichki ishi bo'lib, boshqalar aralasholmasa, u holda har qanday davlat o'z fuqarolariga qanday muomala qilsa, xalqaro jamiyat aralasholmaydigan ahvol kelib chiqmamdi. Gerçi boshqa davlatlarning ichki ishiga aralashmaslik xalqaro qonunda belgilangan bir nizom bo'lsa-mu, lekin bugungi dunyoda kishilik huquqni qo'g'dash xalqaro jamiyatning o'rtaq mas'uliyati va majburiyatiga aylandi. Bu vajidan BDT kishilik huquq komitetining har qaysi a'zo davlatlarning kishilik huquq ahvolini kuzatish, tekshirib aniqlash, kishilik huquqni dafsan qilgan hukumat shaxslarni jazolash majburiyati bor. Lekin Xitoy BDTning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini mustaqil tekshirishiga izchil to'sqinlik qilib qolmasdan, balki yana BDT kishilik huquq oliy komitetida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi haqida munozara olib berishni butun kuchi bilan cheklab kelyapti. Demak, bu yerda xalqaro qonunlarni dafsan qilayotgani Amerika emas, balki dal Xitoyning o'zidir. Xitoyning Uyg'ur avtonom rayonidagi hukumat organlari, korxonalar va xalqni harakatga keltirib, Amerikaga taqabul turishni tashabbus qilishning o'zimi o'ktamlikdan boshqa narsa emas. Ammo masala Xitoyning bu o'ktamligining bozorda ishga yarash yoki yaramasligidir. Darvaqa, Xitoyga nisbatan uning Uyg'urlarga yurgizgan va yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining javobgarligini ustiga olmasimi bo'ladigan bir yo'li bor deyilsa, u yo'l muqarrar holda navbatdagi dunyo tuzilmasini vayron qilish, shundaqla Xitoyni markaz qilgan va Xitoy tiklab bergan mustabid andizi bo'yicha yangi bir dunyo tartibini turg'izib chiqishdir. Xitoy buni qila olamdi yoki amalga oshira olamdi? Nayt aniqki, Xitoyning bu razil tushining amalga oshmaydiganligi, Amerika boshchiligidagi demokratik dunyoning buningga asla yo'l qo'ymaydiganligi Xitoyning o'ziga ayon. Shundaqkan, Xitoy Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultiyi nomidan Amerikaning embargosiga qarshi atalmish qaror ma'qullatishi quruq teri tarqatishdan boshqa narsa emas.